Bor yo'g'i 97 ming AQSh dollari O'zbekistonga yetib borishining narxini o'zi. Bojxona to'lovi esa atigi 35 ming AQSh dollari taxminiy narxi. Lekin bu pulga ikkita Xitoy avtomobili va cho'ntagingizda ham pul ham qoladi. Siz nima tanlagan bo'lardingiz? Sifatnimi yoki sonnimi? Shaharga mos bo'lgan Godas bilan bor yo'g'i 5.3 sekundda 0 dan 100 gacha chiqadigan AMG 53 GL 3 litrli turbinli motor bo'ladi. L образный 6 silindr 435 ot kuchi 520 Nm bo'ladi. Havo aylanadigan tayanch diska, AMG supportlari, E21 diska va pnevma podiska ham o'rnatilgan bo'ladi yumshoq yurishi uchun. Avtomobilimiz kupe bo'lganligi uchun juda ham kattakon, yuradigan omborxona sizlar uchun xizmat qiladi. Yuqori qismda panorama tom, o'rindiqlarda isitish, sovutish va charm bilan alkantara aralashmasida bo'ladi. Rullarimizda ham lipistoklar bor va albatta launch kontrollari bilan. Bu va bundan boshqa inomarkalarning kunlik narxi, batafsil ma'lumoti va bojxona to'lovlari bilan agar sizga qiziq bo'lsa, eksklyuzivniy Telegram kanalimizda kunlik yoritib boriladi. Havola profilning yuqori qismida.